Neden? Neden? Doktor men Profesör de. he profesör mende çoğun işimi yok. Bunda siz nim dep geldiniz? Şu başkalı külse men yığlap gitme. Ne kızını sözle? He bir güne bir adam Qaysı güne? he peşem güne Tönögün kende. he bir adam peşem gün yani tünügün yol gidip ötüp Qaysı yolda? Daha bazı adımı sen şanslı. he Ardoçozu da Erdoğan'ın nerede? Daha bazı tarafta mı? he bir adam peşem gün yani tünügün dabazada yol gidip ötüp oldu yoğun kapaktan birisi uçuraptı ki o kapaktan yoğun bir dev çıkıp senin bir yıl telpanı orundayman qani ete depti. Bu adam şunki o devi qarab hey diva sen nima degan chupay boshqa devil 3 talabni o'rindasan aram bir talabni o'rindamsan desi shunki bu diva hey odam sen ya meni dengizdan suzib olmasan ya qumliqdan tepib olmasan debdi bu adam shunki mening qo'y cho'ng talpim yo'q ota onam urug' tuqqanlarimning jafo tortayotganligini ko'rimsam debdi shunga eliq deb ishga bormaqin uni ko'ziga tiqib qo'yibdi. Hakikaten tesirlik. Şu bu hikayeni başka sözlep bergen. Sizning tamaxo'r bir odamning echinishlik oqibatiga yig'ilganligingiz normal ahvol. Aqlga sig'maydi. Lekin başkalar kuldi. Hiliqi divi degan bir nimadan boshqalarning taqdirini o'zgartiraman deb qilgan hamoqatlar harakatiga boshqalarning kulishi bu normal ahvol. Aqlga sig'di. Men sarang emas. Sizde hech qanday kasal yo'q. Siz sap-saq. Sizni sarang deganlar o'zi sarang. Bu o'zingizga men choq-choq deb qo'yman, o sarangda. Ya men o'zimga rost ilvomidim, lekin men rostla sarang emas. Yani men sarang emas degan gapni da'vasingiz o'zingizni 4-doktorxonada ko'rsiz. Sizga keldim. Qarang doktor. Mosh Profesör. ha, profesor. Qarang shu boshqali yig'ilsam kulib ketolmay qoldim, qarang. Men qizimdan ha? Bir kun yana payshanba kuni Dabazada bir odam ketib qolsa, oldiga qapoq uchrab qolibdi. Qapoqning ichidan yo'q. To'xtang. O'xshash bir kuni, o'xshash bir o'rinda, o'xshash bir qapoqning ikki qapoqqa uchrab qolishi normal ahvol. Shunga u diva qandoq telefon olsa men sen o'rnab berma debdi ekan. U bovoy mening yosh xotim bilan bir yashaganman debdi. Degandan o diva sen qancha yoshga kirdim desa 60 ga kirdim debdi. Ayoling cho'disi 60 debdi ekan. Shundan u diva u bovoyni 80 yoshga kelib qo'yapti. Yo, ey! Ma ikkimlar qandoq tunishib qolgan? Men bir kuni chambarakka bir qapoq chiqargandim. Men ikkinchi chiqardim chambara. Men 3-chi chiqardim. Men 4-chi chiqardim. Men 5-chi chiqardim. Bir yosh yigit bilan bir yosh qizning barang ostida tunishib qolishi bu normal ahvol. Aqlga sig'di. Lekin doktor profesör bu ikkimizni ya tang yig'laydigan ya tang kuladigan qilib qo'ysangiz Shu profesor, endi bir ömür 10 ta'til yaşmaylı iş gelen. Hamma odamning tang yig'lab, tang kulishi shart emas, ha? Ba'zilar yig'laydi, ba'zilar kuladi. Odamlarning o'rni o'xshamag'achqa masalalarni kuzatishim o'xshamaydi, masalalar tutgan pozitsiyasim o'xshamaydi. Nima degan go'zal rangdor hayot, ha? Doktor? Profesor? Profesör? Men o'ngshilib ketsan psixologik maslahatchilik cheklik shirkatining shirkatlik birinchi darajalik psixolog maslahatchisining professori. Profesör, mening bu ovozim Meg'zin so'zla. birdan tom, birdan inchik chiqdim deb qoldi. Inchik tom bo'lib qolish lag'man yeganda ko'p ko'riladigan hodisa. Bu normal ahvol, aqlga sig'di. Yo'q, men ovozimda aytmay. Sening ovozing inchik tom bo'lib qolsa nima bo'pti, ha? Ovozingni birisiga chayin topdim.
Senin inçik tombuludu, ma yığlaydı, ma külüdü. Neme degen rangdar güzel hayat. Xuddi kino oladi gedek lan. Harız. Kino kızkamsız. He? Qaysi kinoga? G'arib sayatga. Qaltis. Mushu g'arib sayohat, sayohatchilik kooperatividagi to'taylan. Gerçi mijoz xarakter har xil bo'lsa-mu, hatto har birisida ozdir, ko'pdir psixik masalalar mavjud bo'lsa-mu, ammo ular o'rtaq nishon uchun kurash qilib irodasini chin tutganligi uchun oxirgi qalbini qo'lga keltiradi. Biz o'zimizni shularga taqlid qilib ko'raylik. Masalan, siz shularning ichida qaysisi maskasiz? Sunmayman o'xshamanmikin? Siz haqiqatan bir qo'rqmas, batur, haqqoniyat tuyg'ungiz kuchli bir odam. İntizamsız. Bekağı bəsimay uğurlap yeydiğen. Yok işler çepilip aldığan, daim çatak tapıdığan. Ama nait əpuçan ruhunuz ne? Namayan kıldınız. Sun Wukong efendi. Ben intizamchan kollektiv menfaatin birinci o'rin qo'ymay o'zim tushliqim talantıma va boshqalar buyurg'ashni vaqtida qilmay gap talashmayman. Hoş geldiniz Şahsın efendi. Men normal qaraysizlar, men juboch bo'lmayman. Siz nait aqko'ngil. Sidqi qiyofatingizga nait diqqat qilasiz. Ushaq yemeklik amra. Boshqalar yaxshi ta'sir berishni o'ylaysiz, ammo og'zingizning ichkiligida nurg'un vaqtlarda sirlarni oshkorlab qo'yganingiz uchun boshdan aldanib qolsiz chunsiz. Shundaqmi? Ammo haqiqiy iroda kelgan vaqtingizda 36 turlik emas, 360 turlik karomatingizni ko'rsatib, o'zingizning haqiqiy qaltis ekanligingizni namoyon qilasiz. Ha, rost. Qo'shildingizmi? Qo'shildim. Momoda. Nima tushundingiz-mi, professor efendi? Men bajeni bek tushunaman. Hakikaten ismi cismi layık. İsli zatkensiz ustaz. Sen beni tan... Ustaz. Çocuğum bu meni çocuğum. Siz hakikaten yiroqni ko'rar, yaxshi tarbiya ko'rgan, izzat obro'yingizni jondan muhim ko'rdigan, cho'ng kichik hammasining hurmatiga erishgan, yo'lboshchi bo'lishga munosib mashhur zatga ustaz. Ammo sizning amoqatligingiz, beparvoligingiz, qo'rqinchoqligingiz, yomonlik yaxshilik qiladigan mijozingiz tufayli kollektivni ko'p ziyon uchratgan bo'lsingizmi? Lekin kuchli irodangiz bilan oxirgi qalbini qo'lga keltirdingiz ustoz. Professor, men ovozni o'xshaydigan ishni qilsa qildi. Wukong. Ovozimning o'zgarishi 72 xil o'zgarishning alomati. Bu bir talant. Buni o'zgartirishning hech qanday zaruriyati yo'q. Jilva! Ovoz saralabsizmi? Qo'yda. Ey, sirni tushunmasan haqanda yo'l tutdi, ha? Sen ne çıkıttın bunu işin çıkıp kırgılı? Bu işxonanda nemi bor sana? Ey! Mama qandanim? Ara 9-chi manda saatim? Istirliksim yo'q, istirlikisi. Sarang bu degan 9 tip nazariyasi. Ma? 9ning nazarisi? Sen meni davolab saqaytamag'an bilan qara. Men masaranglaringni hamma o'shib etdim. Agar sen yana birdam kelmagan bo'lsang, biz nom og'ili g'aribga mangan bo'lardik. Men sarang chiqirdim. Wukong, meni kuttirib ol, Wukong. Ustoz! Doktor. Professordan. Professor, shu mening ovozim turiblam o'zgarib ketgan bo'lib qoldi. Siz so'ngqin emasmi? 72 xil o'zgaraysiz. Ovozingizning o'zgarib qolgani o normal ahvol. Aqlga sig'di. Siz tushunmadingiz. Yo'q, men sizga tushundiranmadim. Siznimi bayon tangsin ketgan yo'lga sepib qo'yaymi yo so'ngqin apandim? Nega? To'rtinchi doktorxonga. Menima? Kessam lan bulamdan.
qilmoqchi bo'layotgan Bo'ytaqlar, Achchiq qahva, uning ismi Arzu qatorliq tor filmlari Makan, Uzmedia, Yumor salonlari tarqatildi. Keng turdashlarning yoqtirib ko'rishini uchun qalbimizni umid qilamiz. Rahmat. Neden?